Olsun, nima yig'layapsiz? Semirishimning sababini topdim. To'g'ri, yeb tashlabman. Ovqatdan bo'lganda hamma semirgan bo'lardi. Men buvimni buvisini gunohi uchun javob beryapman. Au, hamrohat, shirinlik yeyishimiz, kechasi uxlamasligimiz uchi. Olsun, nima yig'layapsiz? Men nimaga qaynonam bilan chiqishmasligimni sababini topdim. Ha, men sizga o'zi aytmoqchi edim. Bolalikdagi travmalarim bor ekan. Inam borki menga har doim senday chiqin qizni qaynonang orqasiga deb haydaydi. Ovqatingda ichimaydi deydi. Vay, bu olov baland qilib ovqat kuydirishichi? Oyjon yuzlari qarab sapchib gapirishi-chi? Voy, nima yig'layapsiz o'zi? Bilakingiz nimaga menga xiyonat qilganingizni bildim. Katta buvijon esiz o'tgan sabab ekan. Voy, semirganicha. Siz nima yig'layapsiz? Nimaga men bilan erimda pul yo'qligini sababini topdim. Ha, aytmoqchi edim sizga men. Inam pul qo'lning kiri, keladi ketadi deb bolaligimdan travma bergan ekanda. Voy, o'zi ham er ham ishlamasligicha. Bo'ldi. Hamma aybdorga faqat sizlar olib borgansiz. Ketdi. Uydagilarim o'g'il kutishgan ekan, lekin men tug'ilib qopman. Osillar. Men o'g'il bolaga o'xshaymanmi?